Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Nig'matilla. Men iExpert do'konida sotuvchi bo'lib ishlayman. iPhone bo'yicha kichkina mutaxassis desam bo'ladi. Bir kun uyg'ondingiz, sizga iPhone podarka qilishgan. Uni qanaqa qilib sozlab, ichiga iCloud qo'yishlarini bilmayapsiz. Shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, hammasini noldan o'rganib olasiz. Telefonimizni shunday yoqqanimizda mana shunaqa hello yozig'i chiqib turadi. Ketidan biz tilini tanlaymiz. Men rus tilini tanladim. Sizlar o'zingizga qulay bo'lgan tilni tanlaysizlar. Pastroqqa tushib, albatta regionimizni tanlab olamiz. O'zbekiston qilamiz. Agar Rossiya qilib qo'ysanglar, qaysidir ba'zi bir prilosheniyalar App Store'da chiqmaydi. Chunki Rossiyaga hozir dunyo bo'yicha sanksiyalar tushib yotibdi, urush bo'lganini hisobiga. Ozgina kutib turamiz. Продолжить bosamiz, настроить без другое устройство, настроить qilamiz, продолжить bosamiz, продолжить bosib uyimizni Wi-Fi ga ulab olamiz. Men buni uy sharoitida qilish uchun tayyorlayapman bu videoni. O'shanga sizlar ham o'zingizlarni uylardagi Wi-Fi parolini terib olasizlar. Ozgincha kutib turamiz. Bizda mana shunaqa okno ochiladi. Bu yerda mana yozib qo'ygan aktivatsiya iPhone может занять несколько минут deb. Yana ozgina kutib turamiz. Продолжить bosamiz. Hamma shu joyiga e'tibor berish kerak. Mana shu joyda ko'pchilik 13-17 yosh yoki 12 yosh qilib qo'yadi va iCloud ochishda yoki App Store'da narsa sketchat qilishda muammolar bo'ladi. Shuning uchun biz взрослыйni tanlaymiz, ya'ni 18 yosh. Face ID qo'ygin deyapti. Biz ozgina o'tkazib yuboramiz. Keyinroq qo'yib olsak ham bo'ladi. Parametr kod parol. Kod parolni ham keyinroq qo'ysak bo'ladi. Ozgincha xuddi mana shu qo'ygan ishimni qilinglar. Ne использовать kod parol o'tkazib yuborishni bosamiz. Bizda keyin shunaqa okno ochiladi. Ничего не переносит. Hech nima o'tkazmaymiz. Biz yengidek qilib ishlatamiz. Zabil, parol или net учетный zapislarda iCloud yo'ligini hisobiga ustiga mana shu ko'k yozuvni ustiga bosib, mana shu 3 ta qatordan eng pastini belgilaymiz. Настроить и keyinroq o'zimiz ochib olamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa qilib to'g'ri iCloud ochishni ham o'rgataman. Принятni bosamiz, продолжить bosamiz, продолжить bosamiz, yana продолжить bosamiz. Bu yerda служба geolokatsiya. Mana bu yerda yesim ulaysanmi deyapti. Yo'q, настроить позже qilamiz, продолжить qilamiz, delete, продолжить, ozgina kutib turamiz, yana продолжить bosamiz, ne сейчас qilamiz, продолжить bosamiz va iPhone'imizni aktivatsiya bo'ldi. Ishlatishga tayyormas. 80% ishlatishga tayyor, 20% tayyor emas. Nimagaligini video davomida bilasizlar. Endi iCloudni to'g'ri va mukammal ochishni o'rganamiz. Nastroyga kiramiz, account Apple ni ustiga bosamiz. Bizda iCloud yo'ligini hisobga net account Apple ni bosamiz. Yoshimizga yarasha, ya'ni yosh kattalar uchun ochamiz. Bu ikkitasiga ochib qo'ysanglar, qanaqadir muammolar bo'ladi. Bu to'g'risida alohida video chiqaramiz. Ketdi mana. Взрослый. Shuni bosamiz. iCloudni o'zimizga ochayotganimiz uchun o'zimizning ism, familiyamiz, kimligimizni kirgizsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Tug'ilgan yillarimizni ham to'g'ri kirgizsak bo'ldi. Ozgincha kutamiz. Bu yerda mana bizga Gmail so'rayapti. Oddiy qilib aytaman, Gmail yoki mail so'rayapti. Bizga u narsa muhim emas, shuning uchun buni o'chirib, net adres elektronik pochti. Mana shuni bosamiz. Mana bu joyi muhim. Bu chunki iCloud'imizning niki palonchiyev qanaqadir solda qo'yasizlar-da, iCloud.com. Mana shu sizlarning iCloud'inglarning ID'si bo'ladi. Продолжить bosamiz. Yana bitta muhim joyiga keldi. Qarab turinglar. iCloud'imizning paroli обязательно katta harf qatnashi kerak. Apple mana ko'rib turganinglardek 26 qildim. Yana повтор Apple 26 qildim. Ko'rdinglarmi? Xuddi shunaqa ochishingiz shart. Bu sizlarga misol. Katta harf qatnashi kerak son bilan. Shu bilan bu yog'iga telefon nomerimizni kirgizamiz. Verifikatsiya uchun 6 xonali son keladi. U сообщениyaga yoki Telegramga keladi. Shuni kirgizamiz, iCloud'imiz ochiladi. Yana bitta muhim eslatma, videoga albatta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. iCloud ochib bo'lganingizdan keyin login, parol va ochilgan nomerni qanaqadir qog'ozga yozib, esda turadigan joyga qo'yib qo'yinglar. Sababi iCloud login, paroli va ochilgan nomer qachondir iPhone'inglarni almashtirayotganingizda juda ham kerak bo'lib qoladigan narsa. Xo'sh, muhim narsa demoqchiman. Qanaqadir yana savol, takliflar tushmagan joylar bo'lsa, bemalol kommentariyada izoh sifatida qoldirsanglar bo'ladi. Biz tez orada javob qaytaramiz. Hammaga rahmat.